Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem aytdilar. Biror inson o'z qo'l mehnati tufayli, peshona teri tufayli yegan taomidan shirinroq, halolroq yo'q degan Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem hadis aytibdilar. Davud alayhissalom o'zlari podshohliklariga qaramasdan qo'li bilan mehnat qilib taom yeyishlikni xohlar ekan. Shuning uchun Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem Davud alayhissalomga aytgan ekanlar. Bizda ba'zi bir o'rinda bittamiz borib Rossiyada ishlab kelamizmi? Shu yerda aqchamiz ko'proq bo'lib qoladi. Samor deb bitta ikkita xonasini band zanitga oladigan odamlar bor ekan. Bemalol. Ha, bo'ldi, bu yil ishlab qo'ydik, mana bu yoq bizniki bo'lib qoldi endi deb. U program biladi. Biz mana soatda kelamiz deb ish bit tushunmadi. Nima ovqat qiladi, qancha qiladi, hammasini aytib o'tirmar ekan. Birodarlar, insonni ayniqsa erkak kishini albatta kasb hunari bo'lishlik kerak.